Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana bugun yana bir ishimizni yakunladik. Hop, MDF ga olib kelib o'rnatib berganmiz. 2 rom, bitta eshik, hammom eshiklar qo'yib berdik. MDFlarimiz 08 lik, qalinlik 08 likda bo'lgan, seri svetda bo'ldi. Romlar 130 ga 150 lik romlar 3 ko'z qilib. Tepasini arkalik qilib bergan. Tepalarida karnizlari bor. Rekalar o'ziga yarasha hammasi to'qilgan. Eshik 2 metrga 80 bo'lgan. Eshigini yopilishlari cho'tki chiqdi, xudo xolasa. Chekasiga rezinka qo'yilib qilingan eshiklar. Oynasi qilib qilindi. Romlarni pastiga padagonga qo'yib berdik. O'zini svetida. MDF romlar uchkalari ham mana iPhone uchkalaridan o'rnatilgan. O'rtadan bittadan ochilish bo'lgan. 3 ta hammom eshik olib kelib berdim bundan tashqari. MDFlarimizni qalinligi 18 likdan zamoga yaxshidan bo'ldi. 06 lik emas, keyin karkazlari yaxshi to'qilgan. Bunaqa tuxum klitka solingani yo'q, xudo xolasa, hammasi zo'r bo'ldi. Yopilishlari ligirovkalar chiroyli chiqdi mana. Yopilishlari chiroyli chiqdi. 3 ta akfashi olib kelib berganmiz hammomiga. Akfashilarimiz ham zo'r. Ichkarida bittasi bor. MDFlarimizni kvadratini 800 mingdan qilib berdik. 1 metr kvadrat 800 mingdan bo'ldi. Xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Ishonarli garantiyalari bor MDFlarimizda. Qalinliklari hammasiga olib borib o'rnatib beramiz, vodiy bo'ylab. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.